Isroil Eronni urush bilan emas, axborot orqali zaiflashtiryaptimi? So'nggi paytlarda Eron ichida monarxiyani qayta tiklash degan g'oyalar paydo bo'ldi. Bu g'oya orqasida aslida kim turibdi? Kunning eng muhim va dolzarb yangiliklari bilan Shuhrat Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Siz Continuous kanalini tomosha qilmoqdasiz. So'nggi yillarda Isroil va Eron o'rtasidagi raqobat Yaqin Sharqdagi eng keskin siyosiy to'qnashuvlardan biri bo'lib kelmoqda. Eronning yadroviy dasturi Hamas va Hizbullohga ko'rsatgan harbiy va moliyaviy yordami Isroilni tobora ko'proq tashvishga solmoqda. Shu sababli Isroil o'z raqibini harbiy emas, balki axborot va siyosiy frontda zaiflashtirishga urinmoqda. So'nggi paytlarda xalqaro nashrlar Haaretz, Dawn va The National Interest kabi manbalarda chop etilgan tahlillarga ko'ra, Isroil Eron ichida monarxiyani qayta tiklash g'oyasini qo'llab-quvvatlagan bo'lishi mumkin. Bu jarayon bevosita rasmiy siyosat sifatida e'lon qilinmagan bo'lsa-da, maxsus axborot operatsiyalari orqali amalga oshirilayotganligi haqida dalillar paydo bo'ldi. Haaretz nashrining yozishicha, Isroil tomonidan moliyalashtirilgan ayrim guruhlar Eron ichida ijtimoiy tarmoqlarda soxta akkaunt va sun'iy intellekt yordamida yaratilgan sahifalar orqali shohlik davrini targ'ib qilmoqda. Ular Pahlaviy sulolasini Eronning eng barqaror va boy davri sifatida ko'rsatish, ayni paytda hozirgi islomiy tuzumni inqirozdagi tizim deb taqdim etish orqali jamoatchilik fikrini o'zgartirishga harakat qilmoqda. Bu kampaniyalar asosan yoshlar orasida, ya'ni internetdan faol foydalanuvchi qatlamga qaratilgan. Maqsad Eron ichida g'oyaviy bo'linish yaratish hamda xalq orasida monarxiya tarafdorlari sonini ko'paytirish. Bu jarayon markazida sobiq shoh Muhammad Rizo Pahlaviyning o'g'li Reza Pahlaviy turibdi. U 1979-yildagi inqilobdan so'ng AQShga ketgan va hozirgacha Eron muxolifatlari orasida eng tanilgan shaxs sanaladi. Reza Pahlaviy o'z intervyularida bir necha bor Eron xalqiga ozodlik va zamonaviy boshqaruv qaytarilishi kerak degan bayonotlari bilan chiqqan. Uning tarafdorlari Constitutionalist Party of Iran Liberal Democrat deb nomlanuvchi siyosiy partiyani tashkil etishgan. Bu partiya konstitutsiyaviy monarxiya g'oyasini ilgari suradi va Eronni Britaniya yoki Ispaniya singari demokratik monarxiya sifatida qayta tashkil etishni maqsad qiladi. Tahlilchilarga ko'ra, Isroil uchun Eron ichida monarxiyani qayta tiklanishi bu strategik imkoniyat hisoblanadi. Chunki Pahlaviy davrida Eron va Isroil o'rtasida yaqin diplomatik aloqalar mavjud bo'lgan. Monarxiya tiklansa, Eronning hozirgi dushmanona siyosati o'zgarishi, Isroil uchun esa katta geosiyosiy yutuq bo'lishi mumkin. Shu sababli ayrim ekspertlar Isroilni axborot urushi orqali Eron ichidagi siyosiy muxolifatni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblamoqda. Bu qo'llab-quvvatlash moliyaviy yordam, targ'ibot materiallari va ijtimoiy tarmoqlarda sun'iy faoliyat shaklida amalga oshirilayotgani aytiladi. Eron hukumati bu xabarni dushmanning fitnasi sifatida baholadi. Tehron rasmiylari ta'kidlashicha, Isroilning axborot urushi Eron xalqini bo'linishga undashga urinishdir. Shu bilan birgalikda Eron ichida ham monarxiyani qayta tiklash g'oyasini qo'llab-quvvatlovchilar soni oz. Asosan xorijda yashovchi diasporalar orasida bu g'oyalar faolroq targ'ib qilinmoqda. Eron ichidagi xalq orasida esa monarxiya davrining korrupsiya, mustabidlik va g'arbga haddan tashqari qaramlik bilan eslanganligi sababli bu g'oya keng qo'llab-quvvatlanmayapti. Isroilning Eron siyosatiga ta'sir o'tkazish harakatlari yangi bosqichga kirgan ko'rinadi. Harbiy to'qnashuvlar o'rnini endilikda axborot va ideologik urushlar egallamoqda. Monarxiyani qayta tiklash g'oyasi hozircha real siyosiy harakatga aylanmagan, ammo u Isroil uchun Eronni ichkaridan zaiflashning bir vositasi sifatida xizmat qilmoqda. Eron ichida bu g'oya kuchayadimi yoki yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi, ammo hozircha bu faqat tashqi kuchlar tomonidan yaratilgan targ'ibot kampaniyasi sifatida ko'rilmoqda. Siz albatta ushbu harakatlar bo'yicha qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Continuous kanaliga obuna bo'ling va videorolik ostiga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Kunning muhim va tezkor yangiligi bilan Shuhrat Abdurahmonov bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.